Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugundan boshlab, Xudo xohlasa, sizlar bilan Grant ta'lim o'quv markaziga tegishli bo'lgan arab adabiy tili silsilaviy kitoblarini video darsligini yozishga maqsad qildik. Bu kitobni xabaringlar bor. Grant ta'lim o'quv markazi ustozlari tomonidan tuzib chiqilgan juda ham ajoyib qo'llanma. Ko'p joylarda nafaqat Grant ta'lim, balki boshqa o'quv markazlarida, respublikamiz bo'ylab ko'plab o'quv markazlarida ushbu kitobdan foydalanishadi. Sababi bu kitobimiz diniy qo'mitani tegishli ruxsatnomasini olgan, ya'ni bunda hech qanday diniy ta'limga tegishli ma'lumotlar berilmagan, bemalol foydalansa bo'ladi. Shu sababdan ham ko'plab o'quv markazlarida foydalanib kelishmoqda. Hozirgi kunda bu kitob ko'plab yangiliklar qo'shilgan, qayta nashr qilingan. Shu sababli biz ham yangi kitoblar bo'yicha video qo'llanma, video darslik yozishni maqsad qildik. Alloh taolo hammamizga xayrli, manfaatli qilsin. Demak, arab adabiy tili birinchi kitobi. Bu darsda, bu kitobda birinchi ko'rib chiqadiganimiz, mana bu joyga e'tibor bersak, qo'llanmani, ya'ni ushbu qo'llanmani tuzishda qaysi kitoblardan foydalanilgan degan joyiga, qo'llanmani tuzishda doktor Abdurrahimning Durusul lugha al-arabiyya li ghayri an-natiqin biha va al-arabiyyatu bayna yadayk at-takallum at-tariq ila al-arabiyya manhaj al-alami kabi bir qator arab tilidagi xorijiy o'quv qo'llanmalaridan foydalanilgan. Shu bilan birga mana arab ota-bobolarimiz arab tilini o'rganish va o'rgatishda unumli foydalangan shifohiyya, mabdaus sarf, mabdaun nahv va mabdaul qiroat kabi nodir darsliklarning ustubidan ham unumli foydalanilgan. Ya'ni juda ham yaxshi qo'llanma bo'lgan. Ad-darsul awwal. Birinchi kitobimizda birinchi darsi. Ad-darsul awwal. Avvalu birinchi dars. Aqsamul kalima, kalimaning qismlari. O'zbek tilida buni so'z turkumlari deymiz. Arab tilida 3 ta so'z turkumi bor. Bular ism, fe'l va harf. Ya'ni arab tilida biz qaysi so'zga duch kelsak ham, u mana shu 3 tasidan biriga to'g'ri keladi. Ya'ni yoki ism bo'ladi u, yoki fe'l bo'ladi, yoki harf bo'ladi. Bundan boshqa narsa bo'lmaydi. Xo'p, endi bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Ism deganda nimani tushunamiz? Ism so'z turkumiga o'zbek tilidagi ot, sifat, son, olmosh, ravish kabi mustaqil so'z turkumlari kiradi. Mana shu mustaqil degan joyiga e'tibor berishimiz kerak. Mana bu mustaqil degan joyiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni ism yakka o'zi turgan holatda ham ma'no anglatadi. Misol uchun Muhammadun, Muhammad degani, ya'ni yakka o'zi turibdi, biz nimadir tushunyapmiz bunga. Bunga hech qanaqa qo'shimcha kerak emas. Talibun, talaba, qittatun, mushuk, Bag'dodu, Bag'dod, qiroatun, o'qish, sag'irun, kichkina, madrasatun, maktab, babun, eshik kabi. Endi ma'nosidan ajrata olamiz buni ismlarni. Ya'ni ma'nosida ismda o'zida mustaqil holatda ma'no bo'ladi, lekin bu zamonga dalolat qilmaydi, biror bir zamonga dalolat qilmaydi. Va yana ma'nosidan tashqari ko'rinishda ismda alomatlaridan biri tanvin. Mana so'z oxiridagi tanvin bo'lsa, bu demak bu ismligini belgisi hisoblanadi. Babun, mana hammasida oxirida tanvin kelgan. Va alif lamdan ham bilib olsak bo'ladi. Misol uchun mana al-ismu deganimizda alif lam qo'shilyapti. Mana shu alif lam ismga xos. Alif lam faqat ismga qo'shiladi. Fe'lga yoki harfga qo'shilmaydi. Demak, hozircha bilinadiganimiz, biz biladiganimiz ismning alomatlaridan biri tanvin, yana biri esa nima ekan? Alif lam ekan. Ya'ni qaysi joyda ma'nosini ajrata olmasangiz, uni alomatidan ham bilib olsak bo'lar ekan. Hop, ikkinchi fe'lga o'tishimizdan oldin mana bu joyga e'tibor berganmiz. Ism turkumidagi so'zlar jins, son, kelishik va holat jami 4 ta kategoriyaga ega bo'ladi. Ismlar jins. Jins deganimiz erkak jins, ayol jins. Arab tilida buni nima deymiz? Muzakkar va muannas. Erkak jinsiga dalolat qiladigan so'zlar
muzakkar deyiladi. Ayol jinsiga dalolat qiladigan so'zlar muannas deyiladi. Buni keyinroq o'tamiz batafsil. Son, ya'ni birlik, ikkilik, ko'plik kabi son kategoriyasiga bo'linadi. Kelishik, bosh kelishik, tushum kelishigi, qaratqich kelishigi va holat, ya'ni aniq va noaniq holat kabi to'rtta kategoriyaga ega bo'lar ekan. Bular haqida hali batafsil o'rganamiz. Biz hozir bilib olishimiz kerak bo'lgani, ism o'zidan ma'no, mustaqil holatda ma'no anglatadi, biror zamonga dalolat qilmaydi. Ikkinchisi fe'l. Fe'l so'z turkumiga fe'llarning barcha zamonlari va mayllari kiradi. Fe'l deganda nimani tushunamiz? Fe'l deganda ish harakatni tushunamiz. Biror bir ish harakat. Misol uchun zahaba degani nima degani? Ketdi degani. Ya'ni ketish ish harakati bor. Ish harakat bor va bunda qo'shimchasiga zamon ham bor. Fe'l demak ismdan farqli ravishda fe'l o'zi mustaqil ma'no anglatib, qaysidir bir zamonga ham dalolat qiladi. Misol uchun zahaba urdi, ketdi. Yazhabu nima? Ketyapti yoki ketadi. Izhab ket, bor. Xaraja chiqdi, yaxruju chiqadi, chiqyapti, uxruj chiq. Dakhala kirdi, yadxulu kiryapti yoki kiradi, udxul kirga o'xshash. Demak, ism o'zidan mustaqil ma'no anglatadi, zamonga dalolat qilmaydi. Fe'l o'zidan mustaqil ma'no anglatadi, qaysidir bir zamonga ham dalolat qiladi. Harfchi, harf so'z turkumiga mustaqil mazmunga ega bo'lmagan, ammo ism yoki fe'l turkumidagi so'zlarga ta'sir qiladigan va ularning ma'nosini aniqlashtirib keladigan so'zlar kiradi. Demak, harf deganimizda mustaqil mazmunga ega emas. Mustaqil holatda ma'no anglatmaydi. Ma'nosi yo'qmi harfni desak, ma'nosi bor, lekin uni ma'nosi boshqa ism yoki fe'lga qo'shilib turib to'liq bo'ladi. O'zida turgan holatida to'liq bo'lmaydi. Misol uchun dan desak, dan nima u dan bo'ladi. O'zida ma'no bor, lekin bu yakka holatda ma'no anglatmaydi, to'liq ma'no anglatmaydi. Balki boshqa ismga yoki fe'lga qo'shilganda ma'no anglatadi. Misol uchun uydan chiqdi, uydan desak, uy degan ismga qo'shilganda mana ma'nosi tugal bo'lyapti. Shu singari, demak, mustaqil mazmunga ega bo'lmagan, ammo ism yoki fe'lga qo'shilib ularning ma'nosini aniqlashtirib keladigan so'zlarni harf derkanmiz. Ular aniqlik artikli, old ko'makchilar, yuklamalar, bog'lovchilar va undalmalar kabi so'zlardir. Mana alif lam aniqlik artikli bilan ko'makchilar, ilfida degani ilaga, bi bilan, sa tez orada, savfa keyinroq, inna anna albatta, bular haqida keyingi darslarimizda batafsil o'rganamiz inshaalloh. Xo'p, endi keyingi qoidamiz. Bular zaruriy qoidalar bo'lganligi uchun ham birinchi shular qoidalar keltirib o'tilyapti. Hozirgi darsimizda matnlarni o'qiganimizda mana shu so'zlardan, mana shu qoidalardan foydalanamiz. Shu sababdan birinchi qoidalarni ko'rib chiqyapmiz. Birinchi qoidamiz, demak, arab tilida yaqindagi shaxs yoki predmetni ko'rsatish uchun hava, bu ko'rsatish olmosh ishlatiladi. Hava, bu degan, misol uchun oldimizda nima bor? Kitob turibdi. Nima deymiz? Bu kitob deb turib oldimizdagi narsani ko'rsatish uchun hada ishlatar ekanmiz. Endi nariroqda nima bor? Eshik bor. Uzoqdagi shaxs yoki predmetni ko'rsatish uchun esa zalika. Endi anavi eshik demoqchi bo'lsak, nima deyotganmiz? Zalika babun deymiz. Zalika babun deymiz. Bu ikkala ko'rsatish olmoshi muzakkar jins. Ya'ni hava yaqindagi narsaga, zalika uzoqdagi narsaga faqat mana shu biz ko'rsatayotgan narsamiz muzakkar jinsdagi so'z bo'lishi kerak. Va birlikdagi aqilun deyilgan, ya'ni aqli bor insonlarga nisbatan, va g'oyri aqil, ya'ni aqli yo'q hayvon yoki narsa buyumlarga nisbatan ham ishlatiladi. Hada va zalika olmoshlari hada va zalika tarzda talaffuz qilinadi. Ya'ni mana bu yozuvga qarab turib biz hada yoki zalika deb o'qimasligimiz kerak, balki bunda o'z aslida hadan keyin va zadan keyin
alif bor, shuning uchun hada va zalika tarzida talaffuz qilinadi. Endi biz arab tilini o'rganayotgan bo'lganligimiz uchun ham arabcha terminlarni o'rganib olishimiz kerak. Mana misol uchun aqilun va g'oyru aqil degan terminlar berishyapti. Ismul ko'rsatish olmoshini ham arabcha termini bor, arabcha nomi bor. Buni biz ismul ishora deymiz. Ishorat ismi, ya'ni ko'rsatamiz-ku, mana bu, ana bu deb ko'rsatamiz, ishora qilamiz-ku, shuning uchun ham ismul ishora deyishadi. Ya'ni ishorat ismlari degani lug'aviy ma'nosi. Buni o'zbek tilida biz ko'rsatish olmoshi deymiz. Misollar: Hada miftahun. Bu kalit. Bu kalit. Oldimizda yaqinda turgan narsaga nisbatan. Va zalika qalamun. Va anavi esa qalamdir. Mana hada qilib cho'zib o'qiyapmiz. Zalika qilib cho'zib o'qiyapmiz. Endi mana shu joyda miftahun ismmi, fe'lmi, harfmi? Qayerdan ajratib olamiz? Miftahun kalit degani. Ma'nosidan ajratib olsak bo'ladi. Mana mustaqil holatda o'zidan ma'no anglatyapti. Va belgisi bor, ismligining belgisi bor. Nima u? Mana bu tanvin, oxirdagi tanvin. Miftahun ism deymiz. Alomati nima desa tanvin deymiz. Mana qalamun ism deymiz. Alomati nima desa tanvin deymiz. Hada tajirun. Bu savdogar. Va zalika mudarrisun. Anavi esa o'qituvchi. Vovga esa degan ma'noni beryapmiz. Ya'ni bu savdogar va anavi o'qituvchi desak ham bo'ladi. Va mana bu va ma'nosi, va so'ziga esa degan ma'nosini bersak ham bo'ladi. Bu savdogar, anavi esa o'qituvchi shaklida. Ikkinchi qoidamiz ma hada va ma zalika so'roq gaplari. So'roq gaplari. Ma hada, ma zalika. Hadani bildik, bu degani. Zalikani bildik, anavi degani. Endi ma nima desak, ma nima so'roq olmoshi g'oyru aqil ismlar uchun qo'llaniladi. G'oyru aqil deganimizda insonlardan boshqa narsalar, hayvonot, jamoadot va hokazo, navotot. Inson bo'lsa bunga man ishlatiladi. Aqlli narsalarga, aqlli insonlarga nisbatan man ishlatiladi. Mana. Man kim so'roq olmoshi esa oqil ismlar uchun qo'llaniladi. Misollarini ko'rsak mana. Ma hada, bu nima? Hada qalamun, bu qalam. Va ma zalika, anavi esa nima? Zalika miftahun, anavi qalamdir, anavi kalitdir. Man demak bildik, bu insonlar uchun ishlatiladi. Man hada, bu kim? Hada mudarrisun, bu o'qituvchi. Va man zalika, anavi esa kim? Zalika rajulun, anavi erkakdir. Bu yerda ham mana mudarrisun ism. Alomati qani, belgisi nima desa tanvin. Rajulun ism, belgisi qani, alomati qani desak tanvin. Endi xuddi tepada aytganimizdek, so'roq olmoshlarni ham arabcha nomi bor. Buni biz nima deymiz? Ismul istifham deymiz. Ismul istifham. So'roq olmoshlari so'zini arabcha nomi nima ekan demak? Ismul istifham. Ko'rsatish olmoshlarini arabcha nomi nima edi? Ismul ishora edi. Endi umumiy so'roq gaplarini m ma'nosini anglatuvchi a yoki hal so'roq olmoshlari bilan yasaladi. Tepadagi ma bilan manni biz ajratib oldik, to'g'rimi? Ma aqlsiz narsalarga nisbatan ishlatiladi. Man aqllilarga nisbatan ishlatiladi dedik. Endi a bilan hal bu umumiy ekan. Aqlli bo'lsin, aqlsiz bo'lsin, farqi yo'q, ikkalasiga ham ishlayveradi. Bu m so'roq qatnashgan gaplarimizda shundan foydalanamiz. Misol uchun bu kitobmi, bu qalammi, bu o'qituvchimi, bu talabami degan so'zlarda, gaplarda demak ana shu a yoki hal so'roq olmoshdan foydalanamiz. Bunday so'roq gaplarga na'am, ha tasdiq yuklamasi yoki la, yo'q, inkor yuklamasi bilan javob beriladi. Misol uchun bu kitobmi desak, agar kitob bo'lsa nima deymiz? Na'am.
deymiz. Ha, bu kitob deymiz. Agar yo'q, bu qalam deydigan bo'lsak, la deymiz. Hal hadha kitabun, misol uchun, bu kitobmi? La, hadha qalamun singari so'roq gaplarga na'am, ha yoki la, yo'q tarzida javob beramiz. Arab tilida so'roq almoshlari har doim jumla boshida kelishi kerak. Mana shu esinglarda qolsin. Ya'ni so'roq gaplasayotganimizda, so'roq gap tuzayotganimizda doim so'roq almoshlari gapni boshida kelishi kerak. Misol uchun, mana bu muhandismi deganimizda, hal hadha muhandisun? Bu muhandismi? Mana so'roq olmoshini boshiga qo'yib oldik. Na'am hadha muhandisun. Ha, bu muhandisdir. Azalika qalamun? Anavi qalammi? La, zalika miftahun. Yo'q, anavi kalitdir. Tushundingmi? Demak, so'roq olmoshlari har doim jumlani boshida kelishi kerak. 4-qoidamiz: ba'zan umumiy so'roq gap so'roq yuklamalari ishtirokisiz ham hosil bo'ladi. Bunda gapning e, Bunda gapning so'roq ekanligi ohang vositasida ifodalanadi. Ya'ni intonatsiya orqali, intonatsiya deymiz-ku biz, ya'ni ohang orqali ifodalasa bo'ladi. Misol uchun, huwa mudarris, u o'qituvchimi degani. O'zi lug'aviy tarjima qilsangiz, huwa mudarrisun degani u o'qituvchi degani, lekin biz ohangimiz orqali u o'qituvchi desak, u o'qituvchimi degan narsa kelib chiqadi. Shunday nazarda tutilyapti. Misol uchun, hadha miftah, bu kalit. O'zi hadha miftah bu kalit degani, lekin biz ohangimiz orqali hadha miftah desak, bu kalit, bu kalitmi degan ma'no kelib chiqadi. Ya'ni bizni tinglab turgan odam, demak bu so'roq ma'nosidagi gap bo'ldi deb tushunib oladi. Demak, qoidalarni ko'rib chiqdik sizlar bilan. Endi mashqlar, matnlarni ko'ramiz. Hadha haqida gaplashdik. Hadha bu ko'rsatish olmosi, ismul ishora. Aqllilarga ham, aqlsizlarga ham ishlanadi va lekin nima ekan, faqat muzakkar so'zdagi so'zlarga ishlatiladi. Hadha baytun, bu nima? Uy. Va hadha alamun, bu bayroq. Hadha babun, bu eshik. Hadha kitabun, bu kitob. Hadha qalamun, bu qalam. Hadha miftahun, bu kalit. Hadha maktabun, bu parta, yozuv stoli. Hadha sarirun, bu kravat. Hadha kursiyun, bu kursi. Hop, endi keyingi betga o'tamiz. Bunda so'roq gaplar. Ma hadha, bu nima? Boya gaplashdik. Ma nima degani, hadha bu. Ma hadha, bu nima? Ma hadha, bu nima? Hadha kalbun, bu kuchuk. Va ma hadha, bu esa nima? Hadha qittun, bu mushuk. Ahadha himarun? Ahadha himarun? Bu eshak. Ma deymiz. Mana bu boshdagi alif hamzamiz m qo'shimchasini berardi. Mana bu yo'q bo'lsa, hadha himarun, bu eshak bo'ladi. Endi boshiga hamzani qo'yib qo'ysangiz nima bo'lar ekan? So'roq gapga aylanib qoladi. Bu eshakmi? Naam, hadha himarun. Ha, bu eshak. Ahadha himarun? Bu otmi? La. Bu otmidimmi? Ahadha himarun? Bu eshakmi? La, hadha hisonun. Yo'q, bu nima? Ot. Va ma hadha, bu esa nima? Hadha jamalun, bu tuya. Va ma hadha, bu esa nima? Hadha dikun, bu xo'roz. Endi mana bularga e'tibor qilamiz. Ma hadha, bu nima? Hadha kitabun, bu kitob. Va ma hadha, bu esa nima? Hadha babun, bu eshik. Ma hadha, hadha rajulun, bu nima? Bu kishi. Shu yerda nima xato bo'ldi? Rajulun aqlli odam bo'lganligi uchun bunga nima deb savol berishimiz kerak edi? Mana bu ma'ni o'rniga nima qo'yishimiz kerak edi? Man.
Man hada deyishimiz kerak edi. Man hada rajulun bo'lishi kerak edi. Mana bu to'g'ri varianti mana. Man hada rajulun. Hop, keyingi betimiz man hada mana. Bundan oldingi betda aqlsiz narsalarga ma haza degan so'roq almashini ishlatgan bo'lsak, endi aqlli insonlar uchun man haza deymiz. Man hada bu kim? Hada tabibun, bu shifokor. Va man hada bu esa kim? Hada waladun, bu bola. Man hada bu kim? Hada talibun, bu talaba. Ahada waladun, bu bolami? La, hada rajulun. Yo'q, bu kishidir. Man hada bu kim? Hada tajirun, bu sotuvchi. Va man hada bu esa kim? Hada mudarrisun, bu o'qituvchi. Vavga esa deb ma'no beryapmiz. Man hada bu kim? Hada tabibun, bu shifokor deyishimiz kerak ekan. Man hada bu kim? Hada kitabun deyolmaymiz, balki bunga nima deyishimiz kerak? Ma hada deb so'rashimiz kerak, chunki aqlsiz narsa bu. Man hada? Hada waladun, bu kim? Bu bola. Man hada? Hada qalamun deyolmaymiz. Endi keyingi betimiz zalika mavzusi. Zalika nima degani edi? Ana va degani edi. Mana bu rasmga e'tibor bersak, bizga yaqin bo'lgan joyda kuchuk turibdi. Zoroda nima? Mushuk turibdi. Shuning uchun ham bunga biz haza deb ishlatamiz, bungachi zalika deb ishlatamiz. Haza kalbun, bu kuchuk. Va zalika qittun, ana va esa nima? Mushuk. Mana bu rasmimizda ham uy yaqinda, masjid uzoqda turibdi. Haza baytun, bu uy. Va zalika masjidun, ana va esa masjid. Haza hisanun, bu ot. Va zalika himarun, ana va esa eshak. Haza daftarun, bu daftar. Va zalika qalamun, ana va esa qalam. Haza waladun, bu bola. Va zalika rajulun, ana va esa kishi. Hop, iqro vaktub, o'qing va yozing deyilgan. O'qib yozishimiz kerak. Kitoblarda bu joylarini bo'yab, mana bu joyiga tarjimasini yozib qo'ysanglar bo'ladi, yoki husnixat shaklida o'zinglar xatinglar chiroyli bo'lishi uchun o'zinglar mustaqil yozsanglar ham bo'ladi. Bularni lug'atlari kitob oxiridagi betida lug'atlar bo'limida berilgan. Faslun sinf degani, tiflun bola degani, kichkina yosh bola degani, hisonun ot, himarun eshak, kalbun kuchuk. Bularni ma'nosini o'tdik. Endi ma zalika. Zalika anavi degani edi. Endi ma'ni qo'shsak nima bo'ladi? Anavi nima bo'ladi? Ma haza, bu nima? Haza qamisun, bu ko'ylak. Va ma zalika, anavi esa nima? Zalika baytun, anavi uy. Va ma zalika, anavi nima? Zalika kitabun, anavi kitob. Va ma zalika, anavi esa nima? Zalika daftarun, anavi daftar. Ma haza, bu nima? Haza qalamun, bu qalam. Bu joyda ham demak ma zalika, anavi nima? Zalika kitabun, anavi kitobdir. Ma zalika, zalika rajulun deyolmaymiz. Nima deyishimiz kerak? Man zalika. Mana man zalika, zalika rajulun deyishimiz kerak. Bu yerda esa to'g'ri berilgan. Va ma zalika, anavi nima? Zalika babun, anavi eshik. Hop, tavsiya qilinadi, sizlarga vazifa bo'ladi. Har bir betda vaqtga qo'yib 30 sekundda o'qib tarjima qiladigan bo'lishinglar kerak. Shunda ham o'qishinglar, arab tiliga ko'zinglar o'rganadi, ham o'qish tezliginglar rivojlanadi. Misol uchun bu betda 30 sekundda, mana bu betda 30 sekundda, mana bu betda 30 sekundda qilib, har bitta betini 30 sekund, eng kamida 30 sekundda o'qishinglar kerak bo'ladi. O'zi oson 10 sekund, 20 sekundda o'qib qo'yadiganlar ham bor. Qiynalayotganlar imkon qadar o'sha 30 sekundgacha
o'qisanglar yaxshi bo'ladi. Hop, mashqlar. Ajib anil as'ilatil atiya. Quyidagi savollarga javob bering. Ma hada. Mana rasm, bizga rasm berilgan, shunga biz javob berishimiz kerak. Ma hada, bu nima? Nima deymiz? Bu qalam deymiz. Arabchasiga nima bo'ladi? Bu qalam. Hada qalamun. Ma zalika, anavi nima? Anavi kalit deb, demak arabchasiga yozishinglar kerak bo'ladi. E'tibor qilinglar, nima bilan so'ralsa biz ham xuddi shunaqa narsa bilan javob berishimiz kerak. Bu yerda haza bilan so'ralyaptimi? Demak siz ham haza bilan javob berasiz. Zalika bilan so'ralsa siz ham javobni zalika bilan javob berishingiz kerak. Ma haza, bu nima? Misol uchun bu kitob deb yozasiz. Ma zalika, anavi nima? Anavi eshik deb yozasiz masalan. Endi jumlalarni o'zbekchaga tarjima qiling deyishibdi. Ma haza, bu nima? Va ma zalika, va anavi esa nima? Ma zalika, anavi nima? Zalika najmun, anavi yulduz qilib, demak qolganlarini tarjimasini yozib qo'yasizlar. Lug'atlarini lug'at bo'limidan topsanglar bo'ladi, birinchi dars oxiridagi. Quyidagi savollarga javob bering. Demak, bizga ko'rsatyapti mana. Man haza, bu kim? Bu bola deymiz. Nima bo'ladi? Haza waladun. Man zalika, anavi kim? Zalika bilan so'ralganligi uchun biz ham zalika bilan javob berishimiz kerak. Haza tabibun, bu shifokormi? Agar shifokor bo'lsa nima deymiz? Ishlatildi-ku tasdiq uchun. Shifokor tasdiq uchun na'am deymiz. Na'am haza nima deymiz? Tabibun deymiz. Endi mana bunisiga qarang. Azalika talibun, anavi talabami deyapti. Talabami bu? Yo'q, talaba emas. Nima deymiz? Yo'q deymiz. Yo'q, bu sotuvchi deb arabchasini yozamiz demak. Keyingi 4-mashqimiz, demak, uktubi sual. Uktubu sual al-munasib li kulli javob deyapti. Ya'ni har bir javob uchun munosib savollar tuzing. Tepada biz savol berilganida javob yozgan edik. Endi bunda javobi bor ekan, biz nima qilishimiz kerak? Shunga moslab savol tuzishimiz kerak. Misol uchun haza baytun debdi. Bu uy degan. Biz nima deb savol beramiz? Ma haza deymiz. Ma haza, bu nima bo'ladi shunda? Yoqdachi? Bu uy deb javob beramiz. Haza talibun deyapti. Bu talaba. Nima deymiz? Man haza deymiz. Man so'roq olmoqni ishlatamiz, chunki aqlli. Qolganiga ham xuddi shunaqa tartibda yozamiz. Endi mana lug'atlar berilgan. Baytun uy, waladun bola, masjidun masjid, talibun talaba, babun eshik, rajulun kishi, kitabun kitob, tajirun savdogar, qalamun qalam, kalbun mushuk it, miftahun kalit, qittun mushuk, maktabun yozuv stoli, himarun eshak, sarirun kravat, hisonun ot, kursiyun kursi, jamalun tuya, najmun yulduz, dikun xo'roz, qamisun ko'ylak, mudarrisun o'qituvchi, tabibun shifokor, mindilun dastro'mol. Lug'atlarga alohida daftar tutib raqamlab yozib yodlasanglar yana ham manfaatli bo'ladi. Sababi raqamlab yozganingizda nechta lug'at yodlashingizni o'zingiz bilasiz. Misol uchun birinchi kitobni tugatganingizda nechta lug'at yodlagansiz, birinchi kitobda nechta lug'at kelgan, hammasini bilib olasiz. Va yana shuningdek arab tilida bilasizlar, mahrajlar, harflarning talaffuzi ham katta rol o'ynaydi, ma'no o'zgarib ketib qoladi. Shuning uchun lug'at yodlaganda demak harflarni imkon qadar o'zini mahrajidan chiqarib, o'zini joyidan chiqarib yodlashga harakat qilishimiz kerak. Misol uchun himarun eshak kabi, iftahun misol uchun halaga, sinlarga, shularga e'tibor berishimiz kerak. Misol uchun tabibun emas, tabibun. Sababi keyinchalik insho yozganingizda ham siz misol uchun shuni tabibun deb yodlab qo'ygan bo'lsangiz, oddiy til bilan yozib qo'yishingiz mumkin. Yoki hisonun ot bo'ladigan bo'lsa, shuni siz hisanun deb yodlab qo'ysangiz,
imloviy xato hisoblanadi. Misol uchun, sodni o'rniga sin yozib qo'ysangiz, xato hisoblanadi. Shuning uchun demak, lug'atlarni yodlaganimizda imkon qadar uni maxrajlari bilan birga to'g'ri yodlaganimiz, to'g'ri yodlashni tavsiya etamiz. Demak, birinchi darsimiz mana shu joyda yakunlandi. Har bitta odamda endi kamchilik bo'ladi. Bu ham biz kamchilikdan xolimiz deyolmaymiz. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Kamchiliklar bo'lsa, fikr mulohazalar bo'lsa, bemalol kommentariyalarda o'z fikrlarini qoldirishlari mumkin. Kelasi darslarimizda kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilamiz. Alloh taolo hammamizga xayrli, manfaatli qilsin. Duo qilib turasizlar.